Yerosti suvlaridan nazoratsiz va hisobsiz foydalanganlik uchun javobgarlik kuchaytirilmoqda. Yerlarni noqishloq xo'jaligi ehtiyojlari uchun iqtisodiy va texnologik asoslanmasdan o'tkazilishi va yerlar unumdorligining pasayib ketishi holatlari o'z o'rnida jarayonlarni samarali boshqarish zaruratini paydo qildi. 2025-yil 5-mayda kuchga kirgan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun shunday muammolarga barham berishga qaratilgan. Navbatdagi lavhamizda shu haqda so'z yuritiladi. Ma'lumotlarga qaraganda so'nggi 20 yil davomida mamlakatimizda qishloq xo'jaligi yerlari 64% ga, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan sug'oriladigan yerlar esa 24% ga kamaygan. Shuningdek, boniteti 60 balldan yuqori bo'lgan yerlar 10% ga qisqargan. Sifati o'rtacha va o'rtachadan past bo'lgan yerlar esa 14% ga oshgan. Sug'oriladigan yerlarni yer fondining boshqa toifasiga o'tkazilishi natijasida 2021-2024-yillarda qishloq xo'jaligi yerlari 70 ming gektarga, shu jumladan sug'oriladigan yerlar 9.6 ming gektarga kamaygan. Sug'oriladigan yerlarning toifasi o'zgarishi shu tarzda davom etishi istiqbolda oziq-ovqat xavfsizligiga katta xavf tug'diradi. Barchamizga ma'lumki, yer cheklangan resurs hisoblanib, uni ishlab chiqarish imkoniyati mavjud emas. Shu sababli endilikda O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonunga muvofiq yer osti suvlaridan nazoratsiz foydalanishga chek qo'yiladi. Ushbu qonun bilan, demak, O'zbekiston Respublikasining bitta qonuni va ikkita kodeksga o'zgartirish kiritildi. Jumladan, yer osti suvlariga quduq burlash faoliyati uchun ruxsatnoma berish tartibi joriy etildi. Ilgarilari, demak, yer osti suvlariga quduq burlash faoliyat bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlari, demak, har bitta quduq burlashdan oldin ruxsatnoma olish belgilab qo'ygan bo'lsa, bunda ularga ortiqcha ovoragarchilik, ortiqcha sarson bo'lardi. Birgina misol keltirsam, aytaylik, bitta tadbirkor subyekti 1 yil davomida 12 ta quduq burlashga to'g'ri kelsa, ya'ni har oy bitta-bittadan, demak, bu degani davlat xizmatlariga 12 marta murojaat qilishi, 12 marta to'lov amalga oshirishi va 12 marta, demak, alohida, demak, hujjatlarning to'plamini taqdim qilishi lozim edi. Hozirgi kunda bu tartib yengillashtirildi. Endi tadbirkorlik subyektlari bir marta davlat xizmatlariga borib murojaat qilishadi. Tahlillarga ko'ra, ayrim hududlarda yer ostidan suv olishning 60-90% yerlarni sug'orishga yo'naltirilmoqda. Respublikaning 21 ta tumanida suv sathi ko'p yillik o'rtacha sathdan 5 metrgacha va undan ortiq pasaygan. 2019-2024-yillarda 1,5 mingga yaqin yer osti suvlariga ruxsatnomasiz foydalanish holatlari aniqlangan. Shundan 186 holatda yer osti suvlariga noqonuniy quduq burg'lash holatlari bo'yicha ma'muriy javobgarlik choralari ko'rilgan. Respublikamiz hududida qishloq xo'jaligini sug'orish uchun, ba'zida ichimlik suvi uchun, aholi o'z tomorqalari uchun juda ko'p noqonuniy quduqlar kovlab borilyapti. Buni bartaraf etish masalasi bo'yicha O'zbek gidrogeologida gidromonitoring tizimi tashkil qilingan. Chuqurligi 5 metrdan oshgan va sutkasiga 5 kubdan ko'p suv oladigan bo'lsa, bunga hujjatlar rasmiylashtirish kerak va hisoblagichga o'rnatish kerak bo'ladi. Navoiy hududida, Nurota tumanlarida ko'p quduqlar aniqlanyapti va shuning oqibatida respublikamizda 21 ta hududda yer sathi suvlari, osti suvlari tushib ketgan sathlar juda ham. Ushbu 21 ta hudud bo'yicha moratoriy e'lon qilingan bo'lib, suv olishga gidrogeologik xulosalar berilmayapti. Chunki agar bunga xulosa beriladigan bo'lsak, bugungi kundagi chuqurlik yana pastga tushib ketib, yer osti sathlari bu juda ham yomon oqibatlar olib kelishi mumkin. Yangi chiqqan qonunimiz O'zbekiston Respublikasidagi butun hududlardagi yer osti suvlarini asrashga va saqlab qolishga xizmat qiladi. Yangi qonun bilan bir qator hujjatlar hamda kodekslarga yuqorida keltirib o'tilgan masalalarni qamrab olgan qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi. Soliq kodeksining 445-moddasiga asosan yer osti suvlaridan suv hisoblash vositalarisiz foydalanganda amaldagi soliq stavkasini 5 barobar miqdorda undirish belgilab qo'yildi. Ya'ni bu nima degani? Hozirgi kunda biz bilamizki, suv resurslarini baholashda, monitoring yuritishda va bashoratlashda uni aniq miqdorini bilish muhim ahamiyatga ega. Ya'ni qancha suv olinyapti, qaysi tarmoqlarda ishlatilyapti va qancha suv sarf etilayotganligi muhim ahamiyatga ega. Mana shunga kelib chiqib, demak, suv hisoblash vositalarini o'rnatish majburligi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur majburiyat jismoniy shaxslarga o'zlarining shaxsiy tomorqa yerlarini sug'orishda kuniga 5 metr bo'lgan miqdorda yer osti suvidan foydalanganda va 25 metrga chuqurlikkacha bo'lgan quduqlardan foydalanganda tatbiq etilmaydi. Umuman olganda, qonun bilan yer osti suvlaridan ruxsatsiz foydalanish holatlari kamaytiriladi hamda sohada davlat nazorati kuchayadi. Yer osti suvlariga quduqlarni burg'lash faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlari uchun qulayliklar yaratildi.